Keyin yana yangi chiqqan lug'atlarni yozib borish kerak talab ilm. Chunki biz ajammiz, arab emasmiz. Lug'atga juda ham muhtojmiz. Siz agar kelajakda katta-katta kitob tafsirlar, masalan hadislar, katta kitoblar o'qiganda bemalol lug'atga hadeb murojaat qilmasdan mazza qilib kitob o'qib ketish niyatingiz bormi? Ko'proq hozir lug'at yozing, lug'at yodlang. Kimni lug'ati ko'paysa, oshsa, shunchalik kitob o'qishi, tushunishi oson bo'ladi. To'g'ri, endi u lug'at chiqmaydi degani emas. Chiqaradi, iloji yo'q bu narsa. Biz ajammiz, arablarda ham kerak bo'lsa. Arablar ham hozirgacha lug'at qaraydi masalan. Chunki bu ilm. Yangi notanish lug'atlar uchrayveradi oldimizda yoki esdan chiqadi masalan. Qarash kerak bo'ladi. Bu narsa ayb emas, lekin shuni yozib qo'ymaslik ayb. Talib ilmlar yozib ketish kerak, lug'at daftari bo'lish kerak albatta. Bu katta-katta olimlar yozib yurgan. Imom Ahmad rahimahulloh oldilarida doim qog'oz qalam bo'lgan. Lug'atlarni yangi foydalarni yozib olgan darhol. Keyin odamlar so'ragan, "Qachongacha yozasiz?" deganda, "Minal mihbaro ilal maqbaro." Beshikdan to qabrgacha deganlar. Ya'ni muhtoj bo'lyapman, har kun yangilik chiqyapti, menga nima qilay deganda. Haqiqatan ham talabalar bir 2-3 ta kitob o'qigandan keyin lug'at yozmay qo'yadi. Tashab qo'yadi lug'at yozishni. Nega? Bo'ldi, go'yo bir hamma narsani o'zlashtirib lug'atlarni yodlab olganda unaqa emas. Lug'at chiqaradi oldinda yangi lug'at yozish kerak. Yozing siz shu darajaga chiqasiz inshaalloh. Agar davomiy ravishda yozib ketsangiz, bitta yozgan lug'atingiz esda qoladi. Hozir masalan 200-300 lab lug'atni qaytarib sanoq qilayotgan bo'lsangiz, bitta lug'at. Kelajakda shunday paytlar keladi, bitta lug'atni yozib qo'yishingiz bilan esda qolib ketadi. Faqat yozishdan erinmaslik kerak. Va mana shu lug'atlarni har kuni iloji bo'lsa bomdoddan keyin qaytarish kerak. Har kuni bomdoddan keyin yangi lug'atlarni qaytaring. 20-10 daqiqa ketadi, qarang soatga. Odam yangi holatida ertalab turgan paytda qaytarib qo'yish kerak bir sira. Shu shaklda agar 10 ta kitob o'qisangiz, bitta kitobdan agar 100 ta lug'at chiqsa masalan, 10 ta kitobdan nechta lug'at chiqadi? Ko'ryapsizmi, qancha lug'atingiz oshyapti, bilinmaydi bu narsa. Keyinchalik bilinadi. Lekin shu 10 ta kitobdan bitta ham lug'at yozmasangiz